alaykum. Bugungi video obzorimizni Stabix stabilizatorini 30 kW modeli to'g'risida bo'ladi. Bu modelimizni yangi model 2018-yildan boshlab bu modelimizni bitta tabloli bo'lib chiqyapti. Bu tabloni o'zida входящее напряжение, выходящее напряжение, нагрузкani shkala bo'yicha ko'rsatadi. Защита indikatori, temperatura, ichki temperatura 60 gradusdan oshsa ishlaydigan indikator, перегрузка indikator. И katta напряжение bo'lganda высвечиваться qiladigan indikator. И pogрешностьdan pastga tushib ketganligi напряжение bo'ladigan bo'lsa, высвечиваться qiladigan indikator bo'ladi. Общий tabloda hamma informativniy informatsiyalar chiqib turadi. Xo'sh, bu modelimizda yana nima o'zgarishlar bo'ladi? Bu modelda специальный входящее напряжение, перенапряжениеga защита o'rnatilgan, рассыпитель o'rnatilgan. Bu рассыпитель sifrovoy materinskiy plataga ulangan. Ishlash vazifasi повышенный напряжение kelib qolsa срабатывать qiladi, avtomat pastga tushadi va пониженный напряжение 80 voltdan pastga tushib ketsagina yana signal beradi. Bu рассыпитель avtomatni uzadi. Vazifasi shu. Lekin bu standartniy rejimni hozir tekshirib o'tamiz. Standartniy rejimda pogрешность 3% pogрешностьda ishlagan holatda рабочий диапазон 80 dan 260gacha. Bu degani standartniy rejimda 80 dan pasaysa vixtni o'chiradi. И 280 dan oshsagina, 260 dan oshsagina, 280 gacha yetsagina vixtni o'chiradi, lekin kutib turadi. Misol uchun tekshiramiz. Mana напряжениeni oshirib boramiz. 280 voltgacha chiqaramiz. Bu 285 mana 290 bo'lguncha напряжениeni stabilniy qilib turishga harakat qiladi. Oxiri predeldan oshib ketgandan keyin защита ishlaydi. Защита indikatori высвечиваться qildi va chiqishni o'chirdi. Chiqish hozir o'chuv holatida turibdi. Qachon ulaydi chiqishi? Напряжение normal holatga kelganda. Misol uchun normal holat qanaqa? Рабочий диапазон 260. Mana 270 ga tushsa ham bu hozir 1 minut kutadi. Напряжение sal tushdi endi. 1 minut kutgandan keyin nagruzkani ulaydi. Bu 1 minutda vaqti uzoqlik qilsa, sifrovoy orqasida platasi bor. Platada 4 ta knopkasi bor. Knopka orqali menyuga kirib turib vaqtini o'zgartirsa bo'ladi. Mana hozir mana напряжение normal holatga keldi deb shu 1 minut kutgandan keyin analiz qilib, сразу обратный отчетga o'tdi. Mana hozir endi vaqt ulashni boshlaydi mana. O'zi avtomatik. Bu narsa hozir повышенный напряжениеda tekshirdi. Endi пониженный напряжениеda tekshiramiz buni. Пониженный напряжениеda bu 80 volt. 80 voltgacha olib tushamiz. Mana защита ishladi. Защита indikatori высвечиваться qiladi, vixtni uzdi. Vixt hozir yo'q. Vixt nagruzkaga напряжение berilayotgani yo'q. Endi bu 80 dan tepaga o'tiriladi. Mana misol uchun mana 106 voltga chiqdi deydi. 1 minut kutiladi. Bu tokka analiz qiladi. Normalniy tok deb hisoblagandan keyin 1 minut ichida agar skachokli bo'lmasa, o'zi пониженный напряжениеga 100 dan tushib ketish ham bu nepalatga hisoblanganligi uchun сразу 100 volt yana ko'tarilib olsa, avtomatik vixtni nagruzkani ulab olmaydi. Vazgina kutadi. Mana misol uchun 105 voltda уже stabilizator ishlashi kerak. Stabilniy 105 volt bo'lganligi uchun обратный отсчет sanayapti va
nagruzkani sразу ulaydi. Endi bu standartniy rejimi, standartniy stabilizatorni ishlash funksiyasi. Endi bu yerda особый knopka qo'yilgan, специальный. Высокий напряженияda avtomat tashlasin yoki пониженный напряженияda avtomat tashlasin degan buyruq bo'ladi bu yerda. Mana hozir knopkani bosdi, bu sifrovoy palataga уже signal ketdi. Endi bu rejimni qanaqa tekshiramiz? Пониженный напряженияni berib qo'yamiz. Mana misol uchun 80 dan past. Mana 80 dan past to'kib bersa, bu avtomatik уже bu raspitatel ishladi, sarabator qildi, avtomatda uzdi. Buni to ko'tarmaguncha bu уже ishlaydi. Endi bu yerda bu hozir пониженный напряженияni tekshirdik. Hozir повышенный напряженияni ham tekshirib ko'ramiz. Katta tok bo'lganda qanaqa tutadi o'zini. Mana hozir laterda 70 voltda qolib ketganligi uchun bu обратно yoqmadi. Bu yana o'chirdi. Пониженный напряжение turibdi hali ham deb, voy funksiya aktivniy turganligini hisobiga o'chirib qo'yamiz. Ana endi bu 120 volt beryapmiz. Normalniy tok deb hisoblaydi buni. Stabilizatsiya funksiyasi ishlaydi. Высокий напряжениyaga boyagi knopkani bosib qo'yganimizda aktivniy turibdi. Bu raspitatel ishlaydi. Agar hozir tok ko'paytirsak, xo'sh, tokni ko'paytiramiz. Напряженияni ko'paytiramiz. Xo'sh, напряжение 200 mana 80 voltga mana sekin olib chiqdi. Mana bundan уже oshish boshlaydi. Sразу avtomatik raspitatel avtomatda uzadi. Полный uzdi. Xuddi uzdi bu защита. Boyagi birinchi tekshirganimizda standartniy rejim edi. Bu siz tekshirilayotgani. Faqatgina vixtni o'chiradi, kutib turadi. Yoki пониженный напряженияda vixtni o'chiradi, kutib turadi. Buni bossangiz faqatgina avtomatda o'chiradi. Bu полный o'chiradi. Stabilizator vxod umuman uziladi. Bu funksiya высокий напряжение to'satdan kelib qolsa foyda beradi, yaxshi. Misol uchun katta напряжение o'tib ketib qolmaydi. Endi входящий, исходящий напряженияni predelini misol uchun boshqarsa bo'ladi bu stabilizatorda, chunki bu уже oddiy plata emas, orqa tarafida sifrovoy plata o'rnatilgan. 80 dan keyin o'tsin yoki 70 voltdan keyin o'tsin yoki 100 voltdan keyin o'tsin degan boyagi chegarani belgilab qo'ysa bo'ladi. Buni nastroykasini menyu через menyu orqali qilinadi, u orqa tarafida. Buni hozir ikkinchi videoda ko'rsatib o'tamiz. Hozircha bu ikkita funksiyasini ko'rsatib o'tdik. Endi boyagi напряженияni chegaralab qo'yish через menyudan qilinadigan ishlarni buni orqa tarafidan ochib ko'rsatamiz. Bu ikkinchi videoda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, kuzatib boringlar.